Eskalatorda bo'lgan voqea tufayli unashtiruvni bekor qilgan qiz. Aliya chiroyli qiz edi. U o'zining dindor opasidan farqli ravishda hech qanday cheklovlarsiz yashardi. Opasi esa dindor yigitga unashtirilgan edi. Ular vaqtlarini Qur'on yodlash va din haqida bilim olish bilan o'tkazishardi. Aliya ularni masxara qilardi va ularning qilayotgan ishlarini zerikarli, muhabbat emas deb hisoblar edi. Oradan 2 yil o'tib, Aliya ochiq fikrli, uning bo'yanishiga yoki musiqa tinglashiga qarshi bo'lmagan yigitga unashtirildi. Lekin do'konda sodir bo'lgan sharmandali voqea, u eskalatordan qo'rqib, yuqoriga chiqishdan qo'rqqanida hamma narsa haqidagi haqiqatni fosh qildi. U ayolga baqirdi va uni yiqilib, hammaning oldida iglaguncha zo'rlik bilan sudrab bordi. Shunday qilib, u do'konda turib, unga uzukni qaytarib berdi va u bilan aloqani uzdi. U singlisining so'zlaridan ta'sirlandi. U agar uni chin dildan sevsa, hatto eng oddiy vaziyatlarda ham uni qo'llab-quvvatlashni va yonini olishni tanlagan bo'lardi, dedi. U singlisining mehribon erining unga qanday munosabatda bo'lganini ko'rdi va u o'zgarib, yanada sodiq bo'lib, hijob kiyishni boshladi. Bir necha oy o'tgach, singlisining erining ukasi unga turmushga chiqishni taklif qildi. Ular birinchi marta chiqishganida, u qo'rqqandek o'zini ko'rsatib, zinapoyaning oldida turdi. Eri jilmayib, uni ko'tarib oldi va dedi: "Xotinim menga erkalik qilyapti. Endi men uni qanday qilib ko'tarmayman? Kim seni faqat o'yin-kulgi uchun istasa, ish jiddiylashganda seni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin kim seni Alloh yo'lida sevsa, seni jannat sari ko'tarib boradi."